Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Bugungi brifingda 2025-yilning 1-choragida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Sirdaryo suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati va Sirdaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilishi inspeksiyasi tomonidan byudjet va nobyudjet tashkilotlarida olib borilgan reyd tadbirlari davomida 145 ta ichimlik suv ta'minotida qonun buzilish holatlari aniqlandi. Mazkur holatlar bo'yicha jamiyat g'aznasiga 2 milliard 65 million so'mlik dalolatnomalar rasmiylashtirildi. Sirdaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi MJKTning 163-75 moddasi bilan 13 ta holat bo'yicha 45 million so'mlik jarima rasmiylashtirildi. Shu bilan birga aholining ichimlik suv bilan uzluksiz 24 soat ta'minlanishini yo'lga qo'yish maqsadida zamonaviy yer usti qatlamlariga shikast yetkazmaydigan texnologiya yordamida ishlar jadal suratlarda olib borilmoqda. Ushbu texnologiya yordamida Guliston shahrining Ulug'yo'l, Nurafshon va Yangi hayot mahalla fuqaro yig'inlari hududlarida jami 20 kilometr ichimlik suv tarmoqlari tortilishga erishildi. Mazkur mahallalar hozirgi kunda to'liq 24 soat ichimlik suv ta'minotiga o'tkazildi. Hozirda mahalla kesimida ishlar jadal suratlarda amalga oshirilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.